Don't feel too low. Basseynni tozaligini qaranglar, tip-tiniq bo'lib, nesli bo'lib turibdi. Okalar, bu yangi ochilgan dachamizni obzoriga kelganmiz. Okalar, ish kunlari uchun chiroyli narxdan qilib berishyapti. Pastda egalarining nomeri bo'ladi. Aloqaga chiqsanglar, ish kunlari uchun o'zingizlar kelishib, gaplashib olsanglar bo'ladi. Oila ulfat uchun bo'ladi. Ulfatli ham даже ichkilik kirib dam oladigan joy. Bu yoqda 10-12 sig'adigan tapchan, letniy kuxnyamizni joylashtirib qo'yishdi. Bu yoqda bo'lsa dachamizni videoga bitta like bosib ketmasanglar bo'lmaydi. Okalar, basseynni qaranglar, kattagina, yangi, hali odam kirib dam olishga ulgurmadi. Birinchilardan bo'lib qolinglar. Okalar, dachaning ichkari qismiga kirib kelishimiz bilan yengiligi faqat hididan emas, nafaqat videodan ham bilinib turibdi. Bu yoqda PlayStation uchun joyimiz, uголовый mebel, bu yoqda bo'lsa 10-12 kishi sig'adigan stullar, zimniy kuxnya, bu yoqda bo'lsa zimniy basseyn, o'zini turetskiy saunalari bilan. Bu yoqda bo'lsa birinchi spalniy xonamiz, ichida o'zini sanuzeli bilan bo'lyapti. Hozir ikkinchi qavatimizni ham bitta ko'rsatib o'taman. Ikkinchi etajga chiqib kelishimiz bilan shunaqa bizani PlayStation zonamizni, shunaqa igrovoylar kutib oladi. Bu yoqda tennis, bilyard, PlayStation, karaoke, hamma full sharoit, igrovoylar full. Bu yoqqa kirishinglar bilan birinchi bolali yotoqxonasi bo'lyapti. Ichida 6 ta ko'ykasi bor. Bu общий sanuzel. Bu yoqda bo'lsa yana bitta ota-onalar yotoqxonasi bo'lyapti. Ichida sanuzellari bilan birga. Balkonga chiqishimiz bilan shunaqa chiroyli video ko'rsanglar bo'ladi. Hozir qorong'ulik uchun video. Shuning uchun bemalol mana bitta stollarni qo'yib qo'yib, miyani dam oltirsanglar bo'ladi. Okalar, pastda egalarining nomeri bo'ladi. Aloqaga chiqib, bron qilib tashsanglar bo'ladi.